Namangan bugun sizlarga bir ko'chani ko'rsataman. Ko'rishingiz mumkin. Ko'chalar suv. Bu yoqdan misol quruq bo'lgan vaqtida xotirjam o'zim magazinga boshqaga chiqib kelishim mumkin, lekin bu holatda juda ham ko'lmak bo'lib ketgan. Hozir ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin. Uzoqroq yanada ko'lmak bo'lib ketgan. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, hozir biz Samarqand Savxoz Bunyodkor MFA dedimiz va Bunyodkor MFAda musor, ya'ni axlat muammosi juda ham ko'p. Hozir bu yoqda ham misol musor muammosi borligi uchun odamlar ko'chaga ham axlat tashab ketyapti, dalalarga olib borib ag'darib ketyapti, ekologiyaga ya'ni zarar keltirishyapti. Shuni so'rab qolardimki, hurmatli mutasaddilar, shu narsalarni bir ko'rib chiqib, mana shu ko'chalarni iloji bo'lsa mana chekkalarga ariqchami bir nima qilish kerak suv ketishi uchun. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, bir oyda bir marta bo'lsa ham axlat mashinani jo'natishinglarni so'rab qolardim. Chunki deyarli 2 yildan oshgan bo'lsa, bu joyga kelganimga 2 yildan beri biror marta, xatabi nima deydi, bayram kunlari ham biror marta kelgani yo'q. Shuning uchun maksimal tarqatib qo'yamiz, namanganliklarga, mutasaddilarga yetib borsin.